Agarda 200 ming so'm pulimni tejab qolaman desangiz, shu videoni oxirigacha ko'ring. Mashinamiz qotib qolgan. Buni qanday to'g'rilashni hozir video davomida ko'rsatib o'taman. Keling yaqinroqqa. Mashinamiz mana qotib yotdi. O'sha paytda bu joylarni mana ochib ko'rsangiz, mana bu narsasiga tegib turgan. Mashina orqaga sekin yotkizamiz. Mana kamerani ko'rsating mana. Mana bu yerda bolt bor mana. Mana shu bolt bor. Bu temir mana. Kelib, mana shu bolt bor. Buni bo'shatamiz. Mana endi buni bu yoqqa olib ketgan mana olamiz bu narsani mana. Oldik. Endi mana videoga yaqinroq ko'rsatim. Bu narsani o'rtaga qo'yib, buni bu yerga qo'yib, mana bu narsaga iladi, mana bunga qo'yib, kallani ushlab turib, buni burash kerak mana. Bu yoqqa. Agar bu joy bo'lmasa, mana bu yoqqa. Ana ketdi bo'shadi. Lekin ehtiyot bo'lasizlar. Shunaqa kichkinaroq atirka bilan katta atirka bilan o'rtasini qiyshtirib qo'ymanglar lekin. Mana aylanib ketdi o'sha. Endi bu narsani joyiga qo'yish kerak. Ignani singani yoki ip kirib qolishi mumkin. Hozir ignani singani kirib qolgan, o'shaning uchun juda og'ir ochildi. Agar ip bo'lganda osongina ochilardi. Endi bu narsani mana joyiga qo'yish uchun mana buni qarang. Videoni olib keling. Mana bu narsa bor mana o'rtasida ariqchasi bor. Mana shu narsa mana shunaqa tushishi kerak. Mana shu bu narsani tepaga qo'yib, buni shu joyiga qo'ygan vaqtida mana bu quloqchasi bir-biriga orasiga borib kirish kerak. Mana kirdi. Endi bu boltchasini qotiramiz. Aniq joyiga tushishi kerak. Bo'lmasam yaxshi qatmasdan rezo ham ketib qolishi mumkin. Ehtiyot bo'lasizlar. Mashinamiz aylandi. Bo'ldi, ish hal.